سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم محمد القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأما بعد. السلام عليكم hurmatli ahli jamoatul muslimin, hurmatli azizlar. Hajjul masakin va sayyidul ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo bu ulug' kunni qiymatini shu darajada oliy qilib marhamat qilganki, ko'p jum'alarning fazilati va uning mohiyatini o'qib chiqib hayratda qolasiz. Men sizlarga aytib berdim, Hazrati Jabroil alayhissalom farishtalarning imomi, Allohning eng ishonchli, eng oliy vakili farishtalardan bir kuni so'radilar: "Ey bor Parvardigoro, men kabi go'zal, men kabi ko'rkam, gavdali qilib shunday baquvvat zotni yaratganmisan?" deganda, "Yo'q" dedi Alloh. "Sen nihoyatda baquvvat, go'zal va farishtalarni, ya'ni imomisan" deganlarda, Hazrati Jabroil alayhissalom 40,000 yil ibodat qilgan ekanlar. Ya'ni 40,000 yil o'zi bo'lmaydi. Bir rakati 20,000 yil, ikkinchi rakati yana 20,000 yil. Shunda Alloh subhanahu va taologa kelib hamd etganlarda, "Ey Jabroil, seni bu ibodating menga ma'qul. Men seni barcha maxluqotdan aziz qilib yaratganimning shukronasi qabul. Ammo meni bandalarim bor, oxir zamon. Ojizlik bilan namoz o'qiydilar. Hayollari joyida bo'lmaydi. 2 rakat o'zi. 2 rakat. O'qiganda ham, ya'ni hayoli joyida bo'lmasdan 2 rakatga o'qib yordim, 3 rakat bo'lib ketdim, yo'q hayoli mashnaqa bo'ladi, ojizlik bilan. Ana shu namoz seni hozir 40,000 yil o'qigan namozingdan afzal turadi men uchun" dedi Alloh. Hazrati Jabroil titrab ketib qoldilar, hayratda qolib. "Ya Rabbi, o'sha ojizona bandalaring o'qigan namoz qanaqa namoz?" deganda, 2 rakat juma namozi dedi Alloh. Ojizona kelib, ya'ni xatolar iboralarda haligi tajvidi yo'q, lekin ixlos bilan "Men yaratgan egam farz qilgan buni gardonimga" deb amr qilganing uchun sen o'zingni ixtiyoring bilan o'qiding. Menga shukronaga. Ular meni amrim bilan o'qiydi. Ya'ni farzi, men jum'ani farz qilaman, shu jum'a farz ekan deb gardoniga meni farzimni olib turib, meni chaqirig'imga labbay deb kelib, g'usl tahorat qilib, kelib ojizona o'qigan 2 rakat namoz seni 40,000 yil ibodat qilgandan afzalroq turadi deganda, "Ya Rabbi, shu 2 rakat namoz jumani mukofoti nima?" deganda, Alloh taolo jannatul ma'vo dedi. Ularga shu ulug' jannatni ne'matlarini bisyor qilaman. Mo'min musulmon odam shunday baxtliki, uni baxti, iqboli, saodatini o'lchab bo'lmaydi. Azizlar, nimaya? Sababi qarang. Yer shar dumaloq. Hozir bizga gal keldi. Peshin o'qish vaqti. Qayerdadir peshin, qayerdadir asr, qayerdadir shom, qayerdadir xufton, bamdod o'qilyapti. Ekvatorga nisbatan mutlaq ibodat ya'ni to'xtamas ekan. Hozir bizni galimiz keladi, soat 1da namoz o'qib, "Val jami'il val mu'minina val mu'minat",
jami mo'min erkaklarni, mo'mina ayollarni, val muslimina val muslimat, musulmon erkaklarni va musulmon ayollarni, al ahya'i minhum val amvat, tirik bo'lsalarda, ular o'lgan bo'lsalarda, ular deb tirik o'ligini hozir galimiz kelyapti, duo qilamiz. Hozir 5 vaqt namozda bizni duo qilib turishibdi. Duo to'xtamas ekan, ibodat ham to'xtamas ekan. Azizlar, shuning uchun baxtlimiz. Ularda valiylar bor. Arab mamlakatlarida. Go'daylarni olib chiqishadi, norasidalarni. Ularning duolari mustajob. Duo, ibodat to'xtamaydi. Yer shariga nisbatan mana shunaqa bo'laveradi. Hozir bizani galimiz kelib butun olamni duo qilamiz. Hozir ular duo qilib turibdi 5 vaqt namozda bizani. Mana shunaqa qilib bir-birimizni duo qilib Alloh taoloning rahmatiga musharraf bo'lamiz. Shuning uchun mo'min musulmonlar, ahli iymon eng baxtlilarning baxti, eng iqbollilarning iqboli shunaqa bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Inna hizballohi humul g'olibun." Albatta Allohning askarlari ular g'olib. Kim u askar? Qatorma-qator saf-saf turib Allohni zikr qilib ibodat qilishlikka kelgan. Siz bilan biz inshaalloh. Saf turganingizda mana shu ali harbiy qo'mondonlikda ham saf turadi-yu, bandalari saf. Ya'ni qad qomatis sola degani smirna degani. Ana shu Alloh taoloni zikr qilishlikka yetib kelganlar hammasi najot topguvchilar. Alloh va'da beryapti. Hizballohi humul g'olib. Mana askarlarning ulug'ligi. Siz Xudovonday karam shu ulug' kunlarga hammamiz yetib kelganimizga shukrlar bo'lsin. Mana shunaqa Alloh taoloni bandasi bo'lib, askari bo'lib, bir qatorda, bir safda turishligimiz cheksiz baxtli va cheksiz oliy kunlarimiz. 2 rakat namozingizni darajalarini Alloh biladi. Yana qancha mukofotlar bor ekan. Xudoyoq nomidagi butun olam musulmonlar qatori ibodatlarimiz qabul bo'lib, Allohning nuri, rahmatiga, roziligi musharraf bo'laylik. Bugun sizlarning e'tiboringizga gunoh kabiralaridan saqlaninglar degan mavzu. Ya'ni Parvardigor Alloh taoloning nazdida 7 ta gunoh bor ekanki, gunoh kabiraga kirar ekan. Ya'ni birinchisi Allohga shirk keltirish. Alloh taologa shirk keltirish. Ikkinchisi inson ustida sihr jodu qilmoqlik. Uchinchi Alloh harom qilgan jonzotni jonidan judo qilishlik. Masalan, insoniyatlarga suiqasdlik qilishlik. To'rtinchisi sutxo'rlik, ribo deyiladi. Beshinchisi yetim molini yemoqlik. Oltinchisi vatanga yoki qishloq qabilaga yov bosib kelganda shu yovdan qochib, ya'ni vatanni tashlab ketmoqlik. Va yettinchisi iffatli, iymonlik, pokiza mo'mina ayolni ustidan tuhmat qilib bu zinokor deyishlik. Mana bu eng dahshatli, ya'ni Alloh taolaning nazmida kechirilmaydigan gunohlar. Ammo o'z vaqtida Parvardigoro, men tavba qildim. Tavba eshiklari ochiq ekan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, men senga iymon keltirdim. Men shu gunohlarimni kechgin. Men ikkinchi bu gunohlarga qo'l urmayman desa, Alloh o'z fazl rahmati bilan kechaveradi. Ya'ni, masalan, shirk nima o'zi? Shirk bu Alloh taolodan boshqa narsaga sig'inishlik. Janob Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarda Ka'batullohning ichida 365 ta haykal bo'lgan. Uni sanamlar deyshadi. Qo'ylarini, tuyalarini, echkilarni olib kelib o'sha yerda so'yib, Quraysh ahli rosa foyda qilgan. Ayniqsa Janob Rasulullohning amakivachchalari pir badavlat bo'lib ketgan. Nihoyatda o'sha mablag'larni olib kelib, go'shtlarni sotib boshqa yoqqa, ya'ni ihson qilib uni go'shti boshqa narsalarga almashtirib, rosa pir badavlat bo'lgan. Janob Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarda, payg'ambarlik maqomi kelganlarda aytdilar: "Ey Quraysh jamoa, bu haykallarga sig'inib bo'lmaydi. Bunga shirk. Buni Alloh taolo bu haykallarni biz yasaganmiz, u bizani yaratmagan. Ehtiyot bo'ling." U bu degan: "Ey, to'xta, menga qarasan, nima deyapsan? Bizga keladigan butun mol mulki o'sha qurbonliklarni oldini to'syapsan u. Senga Makkani podshohligi kerakmi?
Podshoh qilib saylaylik-ku, ammo bu narsadan mahrum qilmang, Quraysh oziqlanib turgan narsadan deganda, "Ya" dedilar. "Menga hech narsa kerak emas. Ochimdan o'lsam o'lik, ammo bu haykallarni olib tashlash kerak" deganda, ana inakin qarshiliklar bo'ldi. Ne azoblarni ko'rdilar. To bu haykallarni olib tashlagunlarcha qancha suiqasdliklar, boshqa. Lekin baribir Alloh taoloning amri rahmati bilan g'olib keldilar. Bu Ka'batulloh haqiqiy Allohning o'yiga aylandi. Ka'batullohning ichidagi haykallarni hammasini olib chiqib sindirib, maydalab tashlashdi. Va Alloh taoloning rahmatiga musharraf bo'lgan 23 yillik mehnatlari 1428-yilga qadam tashadi. Soni sanoqsiz Alloh biladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ibodat qilganlarning hammasi ahli jannat bo'lib ketdi. Shularning ichida Abu Tolib ham bor edilar. Abu Tolib amakilari o'sha Qurayshni kattalaridan edilar. O'sha Ka'batullohning ali sanamga tushayotgan mablag'larning hammasini taqsimlaydigan, ya'ni boshqa katta zadagonlardan edilar. Amaki iymon keltiring. Amakijon, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng. Men payg'ambar bo'ldim deganda, bolam, menga qarasan, ishingni qilavergin, men Xudo xohlasa keltiraman dedi. Ya'ni yetim jiyanini so'ziga kirib bizdan yuz o'girdi deb etmasin deb andisha qilaverdilar. Bir kuni tavbalari qochib qoldi. Amakijon, la ilaha illalloh deb qo'ya qoling, Muhammadur Rasululloh demasangiz ham men yetim va jiyanimni so'ziga kiramanmi deb agarcha sizda g'urur bo'lgan bo'lsa, shu la ilaha illallohni aytib qo'ya qoling, Muhammadur Rasululloh aytmasangiz ham, jon amaki Alloh bir yagona, bu butun borliqning egasi bitta bo'ladi. Bu bunaqa haykallar, bu hali olov-palov mayda shular hamma shirik. Deganda jiyan menga qara, sen sekin ketavergin. Men Xudo xolasi ana qilaman. Sen meni tinch qo'yib turgin deverdilar. Va qarangki, tobilari qochib Janob payg'ambarimiz kelgunlarcha o'lib qoladilar. Mushrik bo'lgan holda. Janob Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam ma'lum muddatdan keyin so'radilar. Ey Tangrim, meni yoshlikdan katta qilgan amakimning gunohlarini afv qilgin. Xudoyoning rahmatingga olgin deganlarda, Atilabdan Hazrati Jabroil tushdilar. Alayhissalomki, ey Allohning habibi, ikkinchi amakingizni duo qilmas ekansiz, u mushrik. Mushriklik holda o'ldi. Sizni payg'ambar deb tan olib la ilaha illalloh deganning o'zida jannati bo'lardi. Etmadi. Endi nima bo'ladi? Endi faqat sizni hurmatingizga jahannamda eng oson, eng yengil azob bilan azoblanadi. Qanaqa bo'ladi u yengil azob deganlarda? Mana shu cho'g'da yuraveradi, cho'g'da miyasi qaynaydi degan ekan. Janob Rasululloh cho'chib ketgan ekanlar. Shunaqa azoblar bor mushriklarga. Mushriklardan bittasi yana Iso alayhisalom payg'ambar Xudo deganlar. Xudo deganlar bor ekan. Mana hozir ba'zi bir o'zbeklarimizni jalb etib, missionerlar o'zini diniga tortyapti, pul berib. Qaysi odamlarni tortyapti deganda, o'sha shaharlarda din juda ham susayib ketgan shaharlar. Taxminan 3 kun qolmagan. Masalan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand tomonlarida din nihoyatda susayib ketgan. O'sha mustabid davrda qatta mulla, qatta domla bo'lsa olib otib yo'q qilib yuborgan, Sibir qilib. Ana shu yerdagi odamlarni tezroq jalb qilishga ular undayapti. Ya'ni pul bilan, mana menimcha pul beraman, dinga kirgin deydi. Keyin yana olib beraman, seni o'ylantirib qo'yaman. Undoq deb da'vat qilyapti. Da'vat qilyapti. Ammo bu dahshat. Chunki u din o'tib ketgan din. Yana ular Isoy ruhullohni Xudo deyapti. Men o'rislar bilan o'shalar bilan bir ikkita vakillarim bilan gaplashdim. Va aytdimki, "Извините, Иисус кто он? Пророк или Бог?" Сам Бог deydi. "Извините, пожалуйста. Он молился?" deb so'rasam, "Да, конечно, молился. Как Бог сам себе молится, что ли?" Если он Бог dedim. Он кушал, ел, да, конечно, кушал. Значит, он ходил и в туалет, не сам, да, тогда он не Бог dedim. Вы заблуждаете, кто вас dedim, так dedim, испортил dedim, ваши мысли dedim. Кто dedim, так ввел вас в заблуждение dedim, что вы человека говорите Бог. Он пророк dedim.
Мы познаем его, что он пророк. La ilaha illalloh Iso ruhulloh degan jamoalar bo'lgan, Iso ruhulloh davrida ularga berilgan Injilni Alloh taolo tomonidan berilgan kitobni o'qigan. Ana ular ahli o'z davrida la ilaha illalloh Iso ruhulloh deb sadoqat bilan turganlar hammasi ahli jannat bo'lib o'tib ketgan. Ammo ma'lum Yahudiylarning Bani Isroildan chiqqan ma'lum toifalar ularning kitoblarini bizdilar. Injilni bizib Injilda Ahmad degan ism kelardi. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam 6 joyda voy bizani hamma payg'ambarlar Bani Isroildan kelardi. Bu sahroyi Arabdan qanaqa payg'ambar chiqadi deb janob Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam ismlarini o'chiruvdi. Ahmad degan ismlarini, ya'ni Ahmad osmoniy, Mahmud jannati, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yerdagi ismlar edi. Shunday o'chirish bilan Alloh taolo la'nat yubordi. Shunday la'nat kasalga giribtor bo'ldiki, kimiki ishtirok etgan bo'lsa Injilni bizishda hammasi qashshatqich kasalga mubtalo bo'ldi. O'lsa o'lib qo'ya qolmaydi, tirila qolmaydi. Qarang. Keyin ularni kattalari aytadi. Allohning kitobiga aralashuvdik, Allohning la'natiga qoldik. Tezroq tavba qilinglar. Hammasi chinqirib tavba, astag'firulloh tavba qilishdi, foydasi bo'lmadi. Bitta yana kattasi keldi-da, nima qilish kerak? Qurbonlik beringlar Alloh yo'liga, qurbon. Olib kelib qo'ylarni so'yib qurbon qilgandan keyin o'ldi. Shunaqa dahshatli azob ekanki, chinqirganda uncha odam bardosh bermaydigan. Ularning kattasi aytdiki, Allohning kitobiga aralashuvdik, Allohning la'natiga qoldik. Ikkinchi qasamki, Allohning kitobiga aralashmaymiz. Har tugul Qur'onga ular aralashmadi. Qur'onimiz pok. Qanday azali nozil bo'lgan bo'lsa, shunday kelyapti. Qanaqa qilib? Alloh taolo o'zi va'da berdi. Men bu kalomullohni, Qur'onni o'z rahmatim bilan saqlayman. Qanaqa qilib saqlayman deb qarasak, Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga Hazrati Jabroil olib keldilar, yod oldilar. Shuni yod olgan kalomullohlarni darrov sahobalarga yodlattirdilar. Shunaqa qilib qorilar paydo bo'ldi. Kitobda bo'lsa o'zgartirsa bo'ladi. Endi bu kallaga muhrlangandan keyin hech kim bir harfini olib tasha olmaydi. Usmoni Zunnurayn davrlarida Qur'on bo'lib mukammal shakllandi. Qorilar yig'ilib ularni mashq qilindi. Ular yodlab olishdi. Har yili Qur'onni tekshiradigan muborak oy Ramazon korrektirovka deydi. Bitta qori 30 pora kalomullohni tushiradi, orqada bitta ikkita qori qarab turadi. Bitta harf qo'shilib qoldimi yo oldi, ya'ni tushib qolmadimi endi. Ana shuna qilib Alloh taoloning kalomini bir nuqtasi tangli qiyomatgacha buzilmaydi. Bu Alloh taoloning va'dasi bor. Men o'zimni kalomimni saqlayman. Ammo Injil, Tavrot, Zaburlar buzilib ketgan. Kitob buzilgandan keyin din buzildi, din buzilgandan keyin inson zalolatga ketdimi? O'sha din surib tashlab yangi dinga taklif qilgan Alloh taolo. Ya'ni men sizlarga aytib beradim. Birinchi 3 davrni olsak, ey insonlar, hammangiz diningizni tashab yangi dinga o'ting. La ilaha illalloh Musoy kalimulloh ding va unga berilgan Tavrotdek muborak kitobdan ilm oling, hidoyat sari. Ya'ni borasiz, ahli jannat bo'lasiz. Kimiki shunga bo'ysundi, najot topdi, yo men ota-bobom falon dinda kelgan o'shanda qolaman, bo'ldi, kofir hukmda ketadi. Muso alayhisalom payg'ambar o'tganlardan keyinchi Bani Isroildan chiqqan ma'lum yahudiylar Tavrotni bizdilar. Tavrot bizildi, din bizilgandan keyin insonlar zalolatga ketdimi? Alloh taolo amr qildi. Ey Muso ahllari va barcha din ahllari, hammangiz diningizni tashang, Iso ruhulloh payg'ambarga ergashing va unga berilgan Injildek kitobdan ilm oling. Najot topib jannatga bo'lasiz. Kimiki yangi amr, Allohning amriga bo'ysungan bo'lsa, Iso ruhulloh davrida Iso alayhisalom payg'ambarga ergashganlar muslim degan taslim bo'ldi degani. Yo men Musoda, Davudda, Sulaymonda ota-bobom falon dinda keldim-u, hammasi kufr hukmida ketadi. Iso ruhulloh o'tganlardan keyin Injil bizildi. Injil bizilgandan keyin din bizilib insonlar zalolatga botdimi? Alloh taolo yangi dinga taklif qiladi. Ey yer yuzi ahli deyapti endi Alloh taolo. Barchalaringiz diningizni tashang, yangi dinga o'ting. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb unga berilgan Qur'ondagi kitobdan ilm oling. Najot topib ahli jannat bo'lasiz dedi. Kimiki shunga itoat qilib dinini tashab Janob Rasulullohning diniga o'tdi, najot topdi.
yo men Isoda, Musoda, Davudda, Sulaymonda yonib boshqa dinda qoldim desa, hammasi kufr hukmida ketadi. O'zini o'zi qurbon qilsa ham qabul emas ular din. Men ularga aytdim o'rislarga. Yangi konstitutsiya chiqqanda eski konstitutsiya o'tmaydi dedim. İnsoniyatlar borliqqa, kamolatga intilib boryaptilar. Bir asr davrida kosmosga erishdik. Taxminan 80 yil ilgari katta qo'qon aravalar yurgan. Tarashadigan bunday yoqib hali poyezdlar endi paydo bo'lgan ekan. Bir asrda kosmosgacha erishdik hozir mana endi. Bir zumda Makkaga borib kelyapti. Masalan, bu Allohning rahmati-yu. Inson ham shunaqa taraqqiyotda, aql ham shunaqa taraqqiyot etib, eng taraqqiy etgan kitob Qur'on bo'ladi. Unda hech masala yo'qki, hal bo'lmasa. Erta astronomiya, erta mikrobiologiya, genetika, yorug'lik fizikasi, matematika, meditsina, shunday masalalar borki, iblis bo'lsa islom kirib ketib qoladi. Nimaiki savolga mukammal javob oladigan kitob, mo'jiza, karomat Qur'on bo'ladi. Hamma inson mukammallikka erishgandan keyin mukammal kitob Qur'on. Qur'on. Faqat zamon fanlarini o'qilganida deydi. Bunda qaraysiz, bu astronomiyaga taalluqli deysiz. Bunda o'qitirib meditsinaga. Buni o'qitirib bunda qarasangiz bu yorug'lik fizikaga taalluqli. Men sizlarga aytib beruvdim-mi? Masalan, farishta nega ko'zga ko'rinmaydi? Yaxshi ham ko'rinmaydi. Agar ko'rganda hammasi siqilib, ana farishtalar kelyapti, ana undan deb kichkinalikdan, yoshlikdan qo'rqib, siqilib manaqa yayra olmas edi. Alloh taolo nurdan yaratgan. Yelkamizda o'tiradilar. O'ng tarafdagi farishta savob ishlarimizni, chap tarafdagi farishta gunoh ishlarimizni yozib turadilar. Xo'p, farishta o'tirganda, yelkaga og'irlik bermayapti-yu. Deganda quyosh nuri yo chiroq nuri tushib turganda og'irlik sezyapsizmi? Bular nurdan yaralgan. Va ja'alna va xalaqnal malaikatu nura. Yaratdik biz malaikalarni nurdan deyapti Alloh. Quyosh nuri, chiroq nuri yelkangizga tushayotganda sezyapsizmi? Sezmaysiz, mikronlarda o'lchanadi. Ammo bir asr emas, 5 asr emas, 10 asr emas, 15-asrga qadam tashadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu farishtalar hamma ishlarimizni ikir-chikirdan hamma ko'rganlarni mukammal daftarga yozib boradilar. Tangli qiyomatda dedilar, kecha mana bir kitob o'qidik. Bir necha sahobalar ya'ni rivoyat qilgan ekanlar. Shu yerda Alloh taoloning marhamatini qarang. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalomullohni og'irligi shu darajada ekanki, olib keldilar deydilar. Ya'ni adadiga yetmaydigan kitoblarni tangli qiyomatda insonni qilgan yaxshi yomon amallarni yoki gunohlarni olib keldilar deydilar. Tarozi chap pallasiga qo'ydilar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh til bilan dil tasdiqlagan shunday taroziga tashlasa, taroz sinib ketib qolaydi degan darajada bosib ketib qolar ekan. Shuning uchun la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh ko'p etib yurishimiz kerak ekan. Men sizlarga taklif ham qiluvdim. Tahlil o'qib qo'yinglar. Mana masalan bekor televizor ko'rib o'tiribsizlar. Bitta tasbiqni televizor yonidagi davolga miq qoqib ilib qo'ying. Shuna televizor ko'rishingizda tasbiq eshitasiz. To'xtadi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh 101 marta keldi Muhammadur Rasululloh. Shuna qilib 72 ming, 75 ming qilib qo'yinglar o'zingizlarga. Tahlil qilib. Uni natijasini ko'rasizlar. Har kalima aytganingizda iymon quvvatlanadi. Har kalima aytganda uni tarozda og'irligiga keladi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandamni nomoyi amalda faqat meni zikr qilgan ekan. Meni zikr qilgan ekan, nur chiqyapti. Bo'ldi, olib kiringlar jannatga deyishlikka qodir." Kalima iymon shunaqa jannatning kaliti hisoblanadi deb yozildi. Tanbihul g'ofilinni olib o'qinglar. Ana shu yerda kalimaning fazilatlari to'g'risida bayon beriladi. Endi ikkinchisi, azizlar, sehr jodu. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga ham yahudiylar sehr jodu qilgan o'sha paytda. Olishib sehr joduni qilib quduqqa tashlashdi. Janob Rasulullohning boshlari og'rib qoldi. Hazrati Jabroil kelganlarda, "Ya Jabroil, men boshim og'riydigan bo'lib qoldi, men qani hayron bo'lyapman" deganlarda bo'ldi. Ma'lum bu ish. Yahudiylar sizni nomingizga atab sehr jodu qilib quduqqa tashladi. O'shaning natijasida bo'lyapti. Men sizga ikkita muborak oyat olib keldim. Qul a'unzu birabbil falaq, qul a'unzu birabbin nas. Shuni kechqurun, shuni badaningizga surib yotsangiz bo'ldi.
har qanaqa og'ruvdan, har qanaqa holatdan sizni Alloh taolo omon saqlaydi. Birovni jodusi ham, birovni sihri ham yuqmaydi dedi. Dilar janob Jabroil janob Rasulullohga shuni o'qib o'zlariga surdilar, musaffo bo'ldilar. Hech qanaqa og'ruv yo'q, yahudiylarning sihri o'tmadi. Yo'qmasam yahudiylar nihoyatda sihri biladigan xalq. Nega? Davud alayhisalom payg'ambardan qolgan Zaburni ba'zi bir anaqalarini hisob-kitob qilib jodu qiladigan bo'ldi. Kimiki joduga qo'l urdi, Alloh taolo gunoh kechmaydi, sababi bu yerda gunoh kabiraga. Ba'zi bir jodu anaqalarga borib, poluvlarga o'xshagan odamlarga borib jodu qiladi. Nima keraksa, men bitta qizni yaxshi ko'rdim, uni bitta yigit olib qo'ydi. O'shani baribir yaxshi ko'raman, olmasam o'lib qolaman. Bir narsa qilib bering deydi. Issiq sovuq qiladi. Bo'ldi, issiq sovuqga qo'ydim. Oilani bizdimi? Alloh taoloning la'nati yog'iladi. Kimiki Alloh taoloning bandalarini oilasini bizsa raso. Shuning uchun talo degan so'zdan Alloh taolo nihoyatda xafa bo'lib ketadi. Alloh ikkita bandani bir-biriga qovushtirib, nikoh rahmatini yuvorib, endi oila bo'lib turganda sen talosan u bu deb etishlik arshi titradi dedilar. Bu mulk, bu insonlar meni mulkim deyapti Alloh taolo. Oilani biz vassallammi? Nimaga taloq qo'yapsan degan ali tangli qiyomatda so'roq bo'ladi. Javob bersa bu yerda, yo'masam chato. Tug'mas edi, yo Parvardigor desa u boshqa gap. Yomon tutqanoq kasali bor edi, yomon bir holatlarga kirardi, o'shandan qo'rqib u bu qilib o'lib qolmasin deb majbur bo'ldim o'ylam, u boshqa gap. Yoki masalan ma'lum muddatdan keyin jinni bo'lib qoldi. Umuman hech narsa miyasi ishlamaydigan bo'lib mashina bo'lib qoldi. U boshqa gap. Tuppa-tuzu birov 20 yilmi, 18 yilmi parvarish qilib, katta qilib sizga uzatib bergan qizini unaqa ekan, bunaqa ekan, undoq ovqat pishirishni bilmas ekan, dazmol qilishni bilmas ekan. O'rgat. Inson alloma bo'lib chiqib tug'ilmaydi-yu. Kimiki birovning qizini oilaga, otasidan, onasidan butun borlig'idan kechib, shu oilaga borib xizmat qilib, shunga jufti halol bo'ling, farzandlar tug'ib bering, kiriga, ovqatiga qarang deb yaxshi niyat bilan kelganini dilini og'ritib, bekorga arzimagan narsaga taloq qo'ysa, al-qasosu minal haq. Buni qizi borgan joydan taloq bo'lib keladi. Buni qizi borgan joyda xotirjam yashamaydi. Sabab bo'lish kerak, qattiqroq sabab. Sabab bo'lmaydi. Men sizlarga aytib berdim, Hazrat Umar roziyallohu anhu. Bir odam Hazrat Umar roziyallohu anhu shunaqa zabardast, shunaqa kuchli pahlavon odam bo'lganlarki, boshda kelganda ali yoqdan kelgan odamlar o naryoqdan aylanib o'tishga to'g'ri kelgan. Shunaqa zabardast. Shu odamga bir odam shikoyatga kelgan ekan xotinini. Shunday kesalarki, Hazrat Umarning xotinlari urushib turgan ekan. Ya bo'ldi debdi. Shunday ulug' zotning xotini shunaqa shu odamni urushsa, men kim bo'ldim? Alloh berdi ketyapsa, Hazrat Umar nazarlar tushib qoldi. "O, falonchi, nega ketyapsan? Kelib ketyapsan." "Bu yoqqa deb." Shunday keldi. "Nima demoqchi?" "Ya Umar bo'ldi, men ya aytgin dardingni. Xotinimdan shikoyat qilib keluvdim. Nima? Tili achuvchi gap aytdi, mana bir urushib turishib mana qilib yuboradi." "Aha. Xotinlikka yaryaptimi, ha? Kiringni yuvadimi, ha? Bolangni tug'ib berganmi, ha? Bolaga qaraydimi, ha? Ovqatingni qiladimi, ha? O'rningni soladimi, ha? O'yingni tozalaydimi, ha? Hammasini ha deb 10 tadan. Xo'sh, 10 ta yaxshilikka bitta yomonlikni ko'tarib olmayapsan. Noinsof degan ekanlar. O'rnidan turib dod debdi. "Men noinsof ekanman. Ya Umar, men ikkinchi tavba qildim, astag'firulloh. 10 ta yaxshiligiga bitta yomonlikni ko'tara olmadingmi" deb. Mana xotinim hamma ish qiladi. Sal tili chatoq. Mana ko'rvasan urishayotganini. Men sabr qilib turman mana qilib. Yo'qmasam bir urib o'ldirib qo'yishim mumkin dedilar. Bo'lmaydi dedilar. Bu Allohning ne'mati menga berilgan. Bu Allohning ne'matini, bu bandasi Allohning mulki-yu. Buni hozir men undoq qilib dili orib qolsa-chi. Dili orib qarg'asa-chi degan ekanlar. Azizlar, bir farzandi, masalan bir odamning qizi keldi, butun borlig'idan kechib, sizni xizmatingizga o'rgating. Ammo arzimagan narsa deb taloq qo'yib yorsangiz, dili o'ksib yig'lasa u yoqda borib, u dili o'ksib yig'lagan duosi mustajob bo'lib, ikki dunyoda ko'karmaydi mana shu taloq qilgan odam. Men juda ko'p hayotda ko'rganmiz. Keyingisini oladi qovushmaydi. Keyingisini oladi undan battar bo'laveradi. Mana shunaqa siqilib o'lib ketadi. Alloh taolo tomonidan bizga berilgan ne'matni e'zozlilik inson juda qimmat turadi. Nega ona vatan deymiz, nega ona til deymiz, ota til.
shu ona vatan bag'rida katta bo'lganmiz. Onani bag'rida mehr ko'rib katta bo'lganmiz. Onani bag'ridagi rizqimiz tayin qilingan edi. Mehri, onani mehri hech narsaga teng emas. Shuning uchun sizga mehr qo'yib kelganni dilini vayron qilmang. Dilini vayron qilmang. Men aytib beruvdim bitta og'iz so'z yana. Birovni farzandi kelsa, mayda-chuyda kamchiliklarni o'rgatib, kir yuvishi, ovqat qilishi sekin bir pasda o'rganib ketadi. Muhabbatli bo'lavering. Mehringizni uzmang. Nega? Ertaning qarigan paytingizda uni xizmati kerak bo'lib qoladi. Yaxshi gapirib mehr ana qilsangiz, sal kasal bo'lsangiz, voy adasi kasal bo'lib qopti, voy deb kechasi doktorga borib cho'qqilar, ana qilgan adasi mazasi qochib qopti, unda deydi. Hada haligi dilini vayron qilaversangiz, sen past avloddansan, unaqasan, bunaqa deursangiz, nabodo banda issiqjonim kasal bo'lib qolib, Xudo ko'rsatmasin. Xotin o'lganman, suv olib ketsa, mana shu sasuvchol o'lmadi, qutulmadim deydi. Deydi, yotaveradi. Voydod, menga qaradi deb eshitmaganda olaveradi. Al-qasosu minal haq deb mehr ko'rsatmaganingizdan keyin natija shunaqa bo'ladi. Mehr ko'rsatganingizda adasi nima bo'ldi deb cho'qilib suv olib kelgan, undoq qilgan, doktor chaqirgan, qo'shnilarni chaqirib kelgan. Mana salomga Ali. Yaxshilikka yaxshilik qaytadi, yomonlikka yomonlik. Shuning uchun Xudoy taolo o'zi asrasin kabira gunohlardan, ayniqsa shirk hamda jodugarlik, ya'ni issiq sovuqqa qo'l urmang, oxirat kuyib ketib qoladi. Alloh taolo hammamizni hidoyatga tarbiyat qilsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ey bor Parvardigoro, seni bu cheksizlik dargohingda mana shu muqarrar qilgan yerda vaqtincha mehmon biz. Seni amring bilan kelganmiz. Ketishimiz ham o'zingning amringda. Ammo bu dunyoda ko'rsatgan iltifotu marhamatlaringga alhamdulillah. Jufti halol bo'lsa, mana jufti halol. Beliga quvvat, mana mehr muhabbat, mana hissiyotlar, undan shirin farzandlar, cheksiz ne'matlar, bir-biridan go'zal, buni hazm qiladigan a'zolar bergan ulug' Rabbim, Parvardigorim, hammamizni o'zing rahmatingga olib tarbiyat qilgin. Insof tofuli bo'lib oxiratda yuzlarimiz yorug' bo'lsin va abadiy hayot bo'lmish oliy jannat ne'matlarga barchamizni dohil aylagin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.